Do'stlar, endi men va'da qilganimday super skilllarni qayerda yuklab olishni ko'rsataman. Buning uchun biz Play Marketga kiramiz. Kirib olganimizdan keyin qidiruvga kiramiz. Qidiruv mana. Va yozamiz. Craft skin deganni bosamiz. Keyin mana 3-chisida World of Skin mana eslab qo'yinglar. Mana shuni yuklab olamiz. O'rnatchi bosamiz va biroz kutamiz. Uzr, mashinalar ovozi eshitib qolayotganiga. Hozir men ko'chada o'tirdim. Ana yuklab olinmoqda. O'rnatilgan bo'lishi kerak. Yo'q, hali o'rnatilmabdi. Agar bu ilovani topish bilan muammolar bo'lsa, bu mening Telegram kanalimda bo'ladi. Bo'ldi, o'rnatildi. Endi unga kiramiz. Do'stlar, yana bu yerga kirayotganda yosh belgilaydi. 18+ deydi. Bo'lmasa Minecraft ruxsat bermasligi mumkin. Ana endi xohlagan skinlarni yuklab olsanglar bo'ladi. Misol uchun qidiruvga yozamiz. Bundan Technoblade skin topsanglar ham bo'ladi. Mana. Xohlaganinglarni yuklaydi. Mana. Bosamiz va yuklashni @Minecraft. Bundan keyin ozgincha reklama qiladi. Hozir reklama tugab ketsin tez-tez. Yo'q, kerak emas. Orqaga nima bo'ldi? Yana Minecraft tepa yuklab olindi deganni bosamiz. Minecraftga kirmaymiz. Yuklab olindi ustiga bosamiz. Keyin umumiy deganda iloji boricha nos kattaroqqa bosamiz. 5/5. Ochib bosamiz. Minecraftga asta-sekin kira boshlaydi. Kirgandan keyin ustiga bosamiz. Mana tepada chiqdi. Endi charketda bosamizda bitta xohlagan skinni. Keyin mana vishilkani ustiga bosamiz. Eslab qo'yinglar mana. Keyin pastga tushsak mana meni eski anavlarim Dreamnikning o'rniga Daqo'y skin yuklab qo'yibman. Lekin mana qaranglar, ajoyib. Mana shuni ustiga bosamiz keyin. Bo'ldi. Ustiga bosamiz. Keyin bundan chiqsak, ana Daqo'y paydo bo'ldi. Juda foydali. Do'stlaringizga ham tarqating, o'zingiz ham sinab ko'ring.